Assalomu alaykum. Men ismim Saidullo. Kia O'zbekiston sotuv bo'limida menejer bo'lib ishlayman. Servisimiz bo'yicha har xil gaplar yurganmish. Qaysi biri haqiqat, qaysi biri yolg'onligini bugun aniqlab olamiz. Birinchi afsona, boshqa servisdan arzonroq, demak yaxshiroq. Haqiqat esa arzonroq deganda har doim ham foydali degani emas. Ta'mirdan tejash ko'pincha qayta nosozliklar va qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Bizda diagnostika sertifikatiga ega uskunalarda o'tkaziladi. Ta'mir esa qat'iy ishlab chiqaruvchi standartlari asosida bajariladi. Ikkinchi afsona esa bizda faqat detallarni almashtirishadi, lekin ta'mirlashmaydi. Haqiqat esa biz har doim optimal yechim izlaymiz. Agar imkon bo'lsa, ta'mirlab beramiz. Agar almashtirish zarur bo'lsa, faqat original ixtiro qismlaridan foydalanamiz. Bu esa avtomobilning kafolati va xizmat muddatini saqlab qoladi. Uchinchi afsona esa qo'shnilar tezroq qilib berishadi. Haqiqat esa to'g'ri, tezlik muhim, lekin sifat undan ham muhimroq. Biz reglament asosida ishlaymiz. Bu esa xatolarning oldini oladi va boshqalardan keyin qayta tuzatish zaruriyatini bartaraf etadi. To'rtinchi afsona esa bizning ustalar kamroq tajribaga ega. Haqiqat esa har bir mexanikimiz ishlab chiqarish tomonidan muntazam o'qitiladi va sertifikatga ega bo'ladi. Bu ta'mir birinchi martadan to'g'ri bajarilishini kafolatlaydi. Beshinchi afsona esa qayerda xizmat ko'rsatishining farqi yo'q. Haqiqat esa farqi bor. Bizda xizmat ko'rsatish avtomobil kafolatini saqlab qoladi va sotishda uning qiymatini ushlab qoladi. Chunki barcha ta'mir tarixi rasmiy bazada qayd etiladi. Biz nafaqat avtomobillarni ta'mirlaymiz, ularning xizmat muddatini, sizning esa qulayligingiz va xavfsizligingizni asraymiz. Bizga ishonsangiz, pul, vaqt va asabingizni tejaysiz. Batafsil ma'lumot kia.uz saytimizda. Kia, movement that inspires.